Assalomu alaykum, kuzatib boruvchi mijozlarimiz. Biz yangilik qilishga to'xtamadik. Hozir sizga bir yangilikni ko'rsatmoqchiman. Shaxsan bizga birinchilardan Mio Glass Showroom dushoy kabinalar do'konini ochib qo'ydik. Bizning manzilimiz Maqom Plaza, Sagdi chorrahasidan kelaverish, to'g'ri kelasiz. O'ng qo'lda joylashgan. Mo'ljalni mana Izoz to'yxonani mo'ljal qilib olsangiz, Izozga shunday yetmasi, o'ng qo'lga mana Harus bayroqlarini chiqarib qo'yganmiz. Marhamat, ichkarini tomosha qiling, bir sizga yangiliklar bilan tanishtirmoqchiman. Rakinali tumbalarimizni qarang. Eng so'nggi premium kachestadagilarni olib kelib qo'yganmiz. Smestetlarni ham har xilidan xohlagan rangingiz, xohlagan fukusizdagidan topsangiz bo'ladi. Aristollar ham qora, oq, turburcha, luboydan bor. Asosiy fishkalarimizdan biri esa bu shishali dushoy kabinalar hisoblanadi. Bu dushoy kabinalarimizni uyingizga borib, o'lchash, dizayn qilib berish, hammasi mutlaqo bepul, faqat yasagan kvadraturamizga qarab bizga pul to'laysiz. Dizayn qildirib, kafel terdirib charchagan mijozlarimizga esa mana bunaqa tayyor dushoy kabinalarimizni olib kelib qo'yganmiz. Buni ham turi juda ko'p, xohlagan fukusizdagini topasiz. Buni ichini bitta tomosha qiling. Masajlari, muzikalari, polni hamma funksiyasi bor ekan. Buni afzalliklari qo'shimcha xarajat qilmaysiz, faqat bitta sotib olasiz, olib borib o'rnatib berishadi. Unitazimizga keladigan bo'lsa, unitazimizni ham eng so'nggi pulitliklardan olib kelib qo'ydik. Buni qanaqa funksiyasi bor desangiz, finlari, tahorat qilib qo'yadigan funksiyalari bor. O'zini komplektdan shunaqa naborlari chiqadi. Bu unitazimizni ishlatganingizdan keyin ishoning, boshqa unitazga o'tirgisiz kelmay qoladi. Do'konimizga mahsulotlarimiz juda ko'p. Bularni hammasini reklama qilib sizga tushuntirib bersam vaqtimiz yetmay qoladi. Shuning uchun do'konimizga keling, tashrif buyuring, ko'zingiz bilan ko'ring va xarid qiling. Mana bunaqa vannalarimizga nima deysiz? Masaj, pasaj, hamma funksiyasi bor ekan. Eng so'nggi, eng premium kachestadagi mahsulotlarimiz. Pastga telefon nomerlari bilan Instagramdan atmetga qilib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib murojaat qilishingiz mumkin.